Assalomu alaykum, aziz muhtaram Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Bugun sizlar bilan muloqot bo'lish fursati bergan, shunga imkon bergan Allohga hamdlar olsun. Mening salomatligimdan ensirgan, ko'ngil bo'lgan, salom yo'llagan, duo yo'llagan qarindoshlarning hammasiga Allohning güzel salomlari olsun. Hammanglarga rahmat. Allah sizlerden razı olsun. Yaxshiki düşmanlarimizning bayram qilish shirin tushi mag'lub bo'lib, qaytadan hayotga qaytib, düşmanlarning yuragini titratadigan fursatlarimiz bo'lgan bo'ldi. Bek halim bo'lmasimi, zürüriyet tufaylidan qarshinglarga chiqib qoldim. Aslida shu kasal bo'lib qolgan kuniga niyat qilgan so'zlarim bor edi. Bu niyatimga yetkazmay o'tgan chorshanbada demoqchi bo'lgan gaplar bugunga kechikdi. Tunigun o'smi deyitay deb g'ayrat qildim, ammo tunigun haqiqatan ham o'tdagidek holim bo'lmay bugunga qoldi. Agar buni yana davomliq kechiktirsam, tarix oldida jinoyatkor bo'lib qolaman. Bir qancha qatim deb o'tdim, biz hozir bir tarixiy burilish davrida yashayapmiz. Intayin murakkab bir davrda. Xitoylar bizni o'ynayotgan, aramızda iddia, iqimlar, diniy suiiste'molchiliklar, har xil o'xshamagan sharhiy, o'xshamagan tushuntirishlar bilan bizni qalaymakan qilayotgan bir davrda yashayapmiz. Buningda diqqat qilishmi, bu shaytonga ozmaslikmi nihoyat ters. Bunun men asarroq bir yo'linimi degandim, agar bilim bilan ilg'ilinib, ayrivashlanib qaror beriladigan murakkabchilikka yo'liqqan vaqtida biz nima qilishimiz kerakdi? Bir yo'l, bir dushman, bir nishon, bir dushman. Bu qarashni mahkam eslab turib olsak, shayton bizni ozdirolmaydi. Navbatda nurg'un yangilik qildim, men xabarsiz qoldim. Shundoq bo'lsa-mu, fuqqanlarimga ko'ra bugungi bu so'zni qilmoqchi. Mavzudan ko'ryapsizlar, inqilob monopolligida. Ilgari sizlar buni anglab boqmagan cho'qim. Chunki monopollik kapitalizmda bo'ladigan, kapitalning tovar ishlab chiqarishning monopolligi. İnqilobning monopolligi bo'lamdi. İnqilobni qanday monopol qiladi? Bu bir g'ayri-rasmiy atalma. Buni eng uzoq o'tmishiga baksak, Lushin Efendining AQ'ning rasmiy tarjimalida AQ u yan soqilib, bu yan soqilib, oxirisida bir inqilob qilib baqmoqchi bo'ldi. Inqilob qilib baqmoqchi bo'lganda mahalladagi Jon begimmi, Van begimmi? U birning begim dan so'raydi endi. Har ishni shundan so'rash kerak deb o'ylaydigan bo'lg'achqa, AQ'ning kallasi ashinchilik buning inqilob qilishiga ruxsat bermaydi. Bu biz uqqan inqilob monopolligining
en konusu olsa gerek. Endi men 5-nji ötken inqilab monopollygydan bir neçe misal sözlep beramen. Türkiye'ye 96'da geldim. Tunji kilişim 6-njy ayda. 12-nji ay atrapyda milletçiler, Türk milletçilerden birisi bir üniversitetinin okutkuçusu meni milletçilerinin giziti bolgan Otur Şerh gizitige başlap alıp berip gizitiniň başlygyga tanıştırdy. O meni yazgıçı, Şarkı Türkistanlyk yazgıçı dep tanıştyrışga ekide wagtda men şunçy tipirledim. Meni yazgıçı dep tanıştyrsaň, o helelle meni bijimilni ýezip gitet dep oýlasa, o iki tiliniň arasynda bäribir fark bolgan berklasy. Men mekdepde okumasam, köçede gelgen türkçe bilen men gizitki türkçe makale ýazyşym mümkinmi? Meni osal kılıp atsan desem, Uygurça Türkçe değil mi? Aynı değil. Diye o gipimi itibar kılma ektiği verdi. Allah kanda kıla. Meni osal kılıdığım baldı 5-nji ýerine güle bulapdy. Badu o gizitke aynı debdebi bilen tanıştırdy başlyk bolmuşkany sağa etki. Şerh Türkistanlyk yazgıçy eken. O ikisinin münasibetinden karaganda bek yakın okşaydı. Onundan ütünüş ahany anlanmadı tanıştırıcıdan. Bir xil besim, buyruk talappuzy bilen gizitiňden yerim bet be her küni. Yerim bet makalasyny bassan Şerq Türkistan hakkında anıltıdı degenden keyin o bu gizit her küni çıkadigan gizit. Eger şu yerim betke bu makale ekilidi dep bekitilgenden keyin o yerim betke biz bu ýerde hiç näse hazırlamaýmys. Şunu bu eklenmeye kalsa gizitiniň yerim beti akkalydy, bu bir şermendeçilik boludy. Şunu kapaletlik kıla alamsızlar dedi. Tol sözlemeýse yerim bet be hazır bununla yazıdygan makalası üçin avalys ver dep buyurdy o. Kelgisinde yazılygan makale üçin maňa aldyn ala hak talap kılýardy. O meniň hem dädimni anlatışym üçin hem turmuşymny kamdyşym üçin ýol tep bermekçi etdi. Aýna wäde kılıp aşaýa ekilip atdy. Şonu gizitiniň başlygy telefonyny elip ýandyky bir işhanaga telefon kıldy. Nime degenini ukanmadyk ýerde turup mokkur kıldy. Endi men ýanyga çyksaň saň pul beredi dedi. Men o yazmagan nimem üçin o ýanyga çykyp wäde şu zamanyň puluda 5 milyon lira berdi maňa. 5 milyon lirany elip men çyksalyp aldy. Şu zamanda 5 milyon 50 dollar bolupdy, Amerika dollary. Endi tanıştyrgıçy bilen çykdyk. Ýolda gelewatkyça kança pul berdi dep sorady. 50 dollar desemle akçy kökçi iş gowrusy dymmakçy dep tyllap gitdi. Tyllap gitip bulmapdy. 50 dollar sen kanda yaşaysan? En az ýana 2 gizit tepişimiz gerek. Sen 3 gizitke yazsan, her birisi 50 dollardan berse, endi sen oturmuşyň ýytydy. Birisi teýýa bar idi. O bir kurs açatdy, tyz okuş kursu diýdigan bir kurs. Ma kitapny 4 söz, 5 sözünü atlap okup, bir kitapny 10-15 minutda okup tügütdigan bir xil metodny okutatdy. Keç kurs. O üniversitetden bakawla.
Şu kechqurusida yana bir gizit ishlaydigan bir bola o'qiydi ekan. Men uningga vazifa qilay. O'xshash maqolani u bossin. Uningdan qilay. Yana bir gizit topadi, shuning bilan sen ishingni hal qilgan bo'lamiz dedi. Keyin beşime tag düştü bu. Ben Türkçeni okumadım. Koçuda ügenigen Türkçe bilen 6 ay bolsa mana Türkiye'ye kelgen 6 ayımı toşmay. Kanda kılamı dep o bana gizitinin teklifi boyunca reportaj kılanmışkanlar dedi. Sual sen sonra bu cevap versin dedi. Bir reportaj bilen tüketmekçi oldu. Yani bu adam kaç yıllık yaşadığı kağızga sual yazdı bir 20'deki sual. Sen bu suallara cevap hazırlasan bulundu. Şunu ben birinci sualga bir makale yazdım Uygurca. Karasam her sualga bir makale yazışık doğru geldik. Yani o cimiyesini bir reportaj oldu tüketkin olduğundan emas. Bir makale yazıp onu o kadar kıyınçılık bilen tercüme kıldım. Yani üzem Türkçe'ye. O kadar kıylandım, o kadar yolkundum. Tercüme kılıp onu appadım onun aldığı. Tunuştuğucu appadım. Ben bunu kılanmayımı desem, onu maymını onda kıldım. Nayet kıylandım desem, o bolaptı mana, boldu, basıdı onu, basıdı, başka söylü kahraman olmasın dedi, o şunu oldu. Bu aşağıda bir katıbı var, keç kursu katıbı verdi onu. Bu kol yazımı yazıptı onu. Bu gizitxanada kol yazımını okuyamamdı. Okuduk adam var mı yok mu? Sen bunu kayıt köçürüp çık dedi. Bu kol yazman o kadar çıraylıkken sen Türkçeni bilmeyimi de istedi. Biz burun zamanda yazıkımızını Latince özgertgen Latinçinin kol yazması. Biz kol yazma öğrengen bu kaçka. Kol yazma yazma. Desem o çıraylık yazıdı iken sen oldu. Bunun katip tekrar köçürüp çıktı. Bu sen astıraf kendine, sen astı ikense 10 makale yazıp bu reportaj olmaptı bu dedi. Reportaj kılanmaydı okşayımız. Sen bir makale, bir sualga bir makale yazıpsın. Kağına gama şunda yazam sen dedi. Asli tekimicik yazışım mümkün etti. Gizitinin kiçeklemesinin üzerine ayap kaldı deydiğen gipimicik dedim. Anda olsa oldu bu reportajını koy. Sen 10 makale yaz başta. Gizitke anan yağı apraylı. Aldanғы onu selavanmasan ülgü temmeydiğandek dursan. O gündelik gizit olandıken o salçılık olmasın. Sen 10 makaleni yazıp tayarla. Enin yağı futboluk yazırsan 10 aşağıda zapas turu burada aynı akılımız dedi. Ama aklımda 10 makaleni yazdıkça 97 yılının birinci aylarının ahırları gımık ettik etabır. Şu vaqtda başıldı bunu. Besişni. 10 gün udu besildi. Umumi mavzusu dertlik inraşның eks sadası degan umumi mavzu bilan her sualga göre şu kunlik bir mavzu. Şunday besildi. Aynan keyin şu G'ulja 5 fevral G'ulja katliam bo'lib atgan mezgilde şu mening maqolalarim Otur Şerif gizitide besilib atatdi. Ya dastlabkilari besilgan chog'im teki. Şunun bilan bir kun maqolab barsam gizitga. Ekkenme bunun yağı basmaymiz dedi. Nima bo'ldi desam, Sharq Turkiston vaqtidan telefon keldi dedi.
Sizlar bu kimning maqolalarini besib yuryapsizlar debdi. Sharq Turkiston vaqti. Sizlar bunga diqqat qilinglar, buning mohiyatiga diqqat qilinglar qarindoshlar. Dardlik ingrashning aks sadosi degan umum mavzuda Sharq Turkistonning dardini anglatyapman. Sharq Turkiston vaqti telefon qilib mening maqolalarimni besishdan to'xtatib etdi. Kimligi noma'lum odam u. Uni kim ivatdi? Balkim Xitoy ivatgan bo'lishi mumkin. Degandek gaplarni qilibdi. Shuning bilan maqolani to'xtatib etdi. Bu bir inqilob monopolligi. İkinci misal. 2000-yılı Amerika'da Xitoy, Tibetli Xitoy, Demokratik Xitoy falan falan çıkmagan vaqtda. Shunda Xitoylar va Uyg'urlar bo'lib bir meclis ochganmish. Bu meclisda Uyg'urlarga avtonomiyaga rozi bo'lib turish va shu shart ostida birlikda Xitoy Kompartiyasi qarshi turish tekliflari bo'langanmish. Va bu xabar bizga yetib keldi Turkiyadagi chaqimiz. Shuning bilan bunga qarshi bir murojaatnoma yozdim. Xohlasanglar shu torda burun qo'yilgan chiqdim. Elimi uning resmi saqladik. Paket. Bu murojaatnomada biz avtonomiyani xohlamaymiz. Bizning orzuyimiz uzil-kesil mustaqillik degan mazmun yoritilgan. Ve bununla qo'shilganlar qo'l qo'yganlar deb imzo to'plash elib bordik. Men va bir necha sabdoshlar. Ramazon kunlari edi. Bir kun biz bir ish yerida bir hemşehrimizning ish yerida to'plangan Ramazon iftorga va taravih o'qishga. O cho'ng zal bo'lganlik uchun bekchiq odam kelgan. Bu nayt yaxshi fursat bo'ldi. Shu yerda marhum Pishqadam Saliya hojikam o'qib berdi tekstni. Qo'shiladiganlik qo'yganlar. O'zingni zo'lmangli dedik bo'lmasa. Seyfullah Pamir deydigan bir chaqmoqchidan boshqa bu yerdagi odamning hammasi imzo qo'ydi bunga. Avtonomiyaga qarshi imzo. Shuning bilan bu yana ba'zi monopolchilarning shirtiydi. Sharq Turkiston vaqtimi buningga daxil. Onun taşayında Seyit Tarançı deydigan bir beyimiz var. G'o'ljudimi zavodlari va menib turayotgan. Ve zavodlari menib turdi, puli tepilib turdi, bu yanda inqilob qiladi bu. Bu Tarançı birdilla bir to'shiklardan chiqib kelib, vaqtiga keladi ve men iftor beraman hemşehriga deydi. Bütün hemşehrilarni to'plab Uyg'urlarni iftor berdi. İftordan keyin bizning imzo to'plagan bu masalani ko'tarib chiqib, xalqni yeb bo'lgandan keyin bizning xalq yegandan keyin yuziga tutlar shu ishimni deyolmaydi emasmi? Ayblab ketadi. Sen xalq nimaga imzo qo'yganingni bilishamsan? Qanday narsa u, qayerdan ivatilgan narsa bu? Kim ivatgan uni? Foyda ziyinni bilishamsan? Deb ayblab ketgandan keyin, yo'q biz uni angladik. O'qib berdi, anglab, bu bizga bo'ladi ekan deb qo'ydik deydigan bir o'g'il bola chiqmaydi.
Çünkü onun iştahsını iyi demesmi. O lakaloza, diplomatçılık, daskançılık, meymandaçılık tabiatimizning akıbeti. Emmisi xudu günah etkizip koygan baladek beşiniz yegiselip turdu. Bunundan keyin, bu dokuzlatmadan keyin Säliyäjikamly ayrım ep kılıp kıstaydı. Bu tekstni yazgan, bu işini kozgagan adamның üyünü sen bildiken sen adresini bizge dep berdi. Säliyäjikam kokap gitip, onu uçardan ävalym şu, kokap gitip, benim üyemni kanda tepişipmi, näit obdan dep durdu. Azmaydigan şekilde tapıp kiläleýdigan kılıp dep bergendiň keyin yerim keçe ulap kalgan ankyça. Bu işta tügep, teräwüz tügep, adamly taqap, bula şu o Aksaraýdyn me otagan. Näwu Safa köýge çykýça. Keç saat 12 boldy. O günleri yalgyzdym. Hotum balla Taşkent'e gitti. Taşkent'e ketken toğuşka. Yani bir yerde toğup, ya benim pasportum yok, ya onun yok. Yani nopsuz bir bala oturdu kalmasın dep şu Taşkent'e toğup şu yerde nopus kaldırıp gelişke yönet etken vakti. Yalğızlıktım, işini açtım, 6-7 dek adam. O Seyit Tarançı başlık. Benim ismimni doğru diyenmeyi birinime dedi. Ya onda adam yok bir yerde. Dedim, mıcında bir yazgıcı, onda bir dedi. Dedim, sen okşavatı da, yana şu da tüzük düşündürüp dememsi dedim. Bu mesela şu imza toplaşını kıygan adamını izdip to dedi. Ben şu yendeki kirsek bulam dedik. Kanala dedim. O benim o üyem Huda olgan bir üytti. 4 pesilinin 365 günning hiçbir saatida quyosh nuri chiqib qolmaydigan ezib-tezib. Şuňlaşqa bek soğukdy. Endi nanga aran yetiş pulum ba awal doğanlıqdan utangy pul hejleşke imkanym bolmagaçka bu öy muz gemisi dekli soğukdy. O soğukdy men bunu işke kız gepini kılıp ketidi dep şu çapa yepin jaglygan uxlawatgan yatqa yerimden çıkkan bolgandyken çapa yepin jaglygan yılına çaldymdy. O tarapdan bunu tizilip çöçürdük. Bir obdan ottany. Şunu da meni tanqidlep ketdi bular. Tanqidlady ve men hemmisinin tavyzyny koltukdan düşürüp yolga saldym. Üzünün inkılap kılavatkanlygyny, meniň çıkmaýly bu ýerde işlige arlaşyp, öz aldyma iş tutup ketsem bolmaýdyganlygyny ügütip. Ama 9 yıl tutsa kim giderdi bunu? Dep men bu dersimni berip yolga salgam. Ben bu wakany kitapga yazdım, türkçe kitapga. Ve kitapga yazıp bizning resvasymyzni çıkarıpdy bu digen açıgıda şu günü birlik kelgen sağlıklardan birini 2008'da benim ballarım Kayseri'deydi. Birleşken Milletler'e müracaat kılıp yataglyk. Men şu Kayseri'ge küreşkini bağan. Menin kägellikimni gylpalaňlapla Kayseri'ge men bile hisap kitap kılışka edemi verdi bular. Kitapga yazdığında. İnkılapның monopolçylary. Hayriyetke o nima kılgagan bu getiği bilmeymen. Men kitip bolgandan ýagy berip kapdy. Quruq awara bolap qaytyp kelgen okşaýdy.
Şu vaqt Şarkı Türkistan vaqtidagi Hamidxon Köktürk deydigan janob buning tekstini Beyjingdan evatgan ekan degan gap tarqatdi. Bu Beyjingdan evatilgan bu tekstni sizlar ko'rasizlar inshaalloh. Odamlar qanday tuhmatni qo'ya oladiganligini. Avtonomiyaga qarshi uzil-kesil mustaqillik degan tekstni Beyjingdan evatibdimish. Maşında tuhmat to'qib bizni keraksiz qilish bu uringan. İnqilob monopolligi. İkinci misal bu. Anlasam izchiman degan qarindishimiz var. Ko'pchilik onu bilasizlar. Ya mustaqillik ya o'lim degan kitobni yozgan qarindishimiz. Şu qarindishimiz yana chiqqan vaqtda shumi gazetga bir narsalarni yozib yurgan ekan. Aşınıngımı bir janob yugurib kelib, sen nima ish qilib yuraysan o'zing deb do'qislatgan ekan. Bu bir yana bir monopollikning misoli. Endi 5 fevral G'o'lji qirg'inchiligi davrida Türkiye'de qaynab ketdi. Namoyishlar, faoliyatlar, gazitlar. Bu mezgilda biz Sharq Turkiston vaqtida madras deb qo'yilgan yerimizda yotgan o'quvchi yo bakachi yo ular o'zligimizdan tashkillanib cho'ng bir faoliyat uyushtirmoqchi bo'ldik. Beni bir yotgan yerimdan chaqirib kelishdi bular. Shunga bir varaq qisqa ammo jimi dardimizni o'z ichiga olgan. Deydiganimizning jimini o'z ichiga olgan. Hem ixcham, hem tatliq, hem g'azabni, hem yig'ini keltirgidek. Bir Türk xalqiga bir murojaat yozib bersam, biz shuni 5-10 ming nusxa bostirib taqatsak, Türkler bilan nayt yo'g'on bir ish qilsaqdir. Shuni bo'ladi deb. Endi mayliqi maqolalarni yozib kichkina pishib qolganligim uchun o turkchaga bir varaqdan sal azroq qilib bir narsa yozdim. Bularga bek yarab ketdi. Uni yozib berib men ketgan. Kim bunga mavzu qo'ya olmabdi deb. Yerda ishning beshidagilardan o'yishgaymadan mavzu talashib her birisi düzdün mavzu teklif qilib tekrar meni ekkeldi yana. Yani şu quchqashvosini qassob so'ysin deb avar qildik. Mavzuni o'zim qo'ydi. Men bir mavzuni ustiga qog'ozning ustiga yozdim. Uni ko'rib man emasman deb nayt xursand bo'lishdi. Ketdim. Ertesi o teşvik varlığını besip ekkepti. Qarasam, onun bir yerimi bana tanış emas. Şu arada okuyduğun okuvchi, Türkiye'de okuyduğun okuvchilardan birisi, Uyghur okuvchilarimizdan birisi. O mening yozganimni yetib tashlaytiblar. Ko'pchilikning qaroridan, maslahatidan, tasdiqidan o'tgan. Basmaga ketib qolgan balag'illar o'zi bizmeni yozib tutqizib qo'yapti-da. Shuni besbek ketdi. Nima bu? Deb ko'rsatdim mayliqqa. Oqshomda meni 2 qatim avar qilganlar. Bizim bilmaymiz dedi. Bunu kim qildi buni dedi. Mana shunday ishlar bor bizda. Qarindoshlar. Bundan keyin şu vaqtda Sharq Turkiston vaqti herhalde saqchilarni harakatga keltirdi. Bizni to'sash uchun. Bu ishni biz tashkillamadik. Bizning ishimiz emas, bu. Biz qilmadik jumamani.
Keyin bir iş chiqib qolsa biz masala emas degan qo'rqitishlar bilan shu varaqni taqitishdan boshqa ko'chaga chiqadigan ishni to'sab qoldi. Qarindoshlar, bu chet eldagi ishlar mana shunday murakkab. Bu monopolliklardan misollar. Tashkilotlarning bunday ishlarga tutadigan pozitsiyasi. Endi asta-asta mavzumizga yoki asli maqsadga yaqinlashmoqchi bo'lsak, birisining va'zini anglab qoldim. Biz qo'yib anglayotibdikan, o'tib ketib bir qulqinib bir qoldi. Namoyishni qilyapmiz, foydasini bo'layotidi degan. Xudoyo, xudobandigirim deb yaqini tutqudek bir gap bu. Qo'yga yemni berisiz bu tarafdan, u yoqdan beribli quyruqini tutib baqsangiz, chiqamdi u quyruq. Agar namoyishning darhol bir unumi ko'rilsa, necha million odam nima uchun o'lishi kerak bu bir vatan uchun? Yana bir, yana 2, yana 3, yana 5, yana 10 namoyish qiliblar, puttisi bo'ladi emasmi uni? Nima uchun o'lmak lozim u vatanga? Ba'zilar sodliq qilyapti yoki sodliq qiyofatiga kirib olib, kishilarni namoyishdan sovutyapti. Bunga diqqat qilinglar qarindoshlar. Agar namoyishning darhol ta'siri bo'lib, Xitoyning siyosatiga o'zgarish kirarsa, nima javob bular? Bu kadarmi hamoqat tamolamdi dunyoda? Vatan uchun million odamning joni poch puldir, poch pul. Namoyish bilan nima ish tutmoqchi edi? Nima tamoyil vaqti namoyish tutdi deb o'ylagan? Turmadagilarga, kampdagilarga qanday foydasi bo'ldi? Eg'irlashdimi, yeniklashdimi? La'natgardi gaplar bu. Biz 1000 yil tirishib, 1000 yil avloddan avlodga davoni miros qoldirib bo'lsamiz, zerikmay bu ishni qilamiz. Da'vatqan bir yo'g'on masala ekan bu. Ba'zilar ayshi mushu yilqi bir mezgillik qizg'inlikdan maydonga kelgan bir qancha namoyishchilar natija olmoqchi. Bunda degani tursak hech qilmaymiz va qilolmaymiz. Nima degan tetikisizlik bu? İnsanlar vatan uchun o'ladi. O'zini fido qiladi, biz fido qilmagan bilan. Biz qahramonlik ruhimizni yo'qotib qo'yganligimiz uchun, qon to'kishdan qo'rqadigan bo'lib ketganligimiz uchun, irodasiz, sabrsiz, chidamsiz bo'lib ketganligimiz uchun bu qulluqqa ko'ndik, qadamma-qadam qistab kelganning hammasiga ha dedik. Ha desak qutulamiz emasmi? Ma'qul deb qo'ysak tugaydi emasmi bilan bugunga keldik. Dal shu ruhni yo'qotib qo'yganligimiz uchun namoyishdan natija chiqadi. Aqstilli husulni alamiz, yemni berimizda qo'yning qo'riqi chiqadi deb o'ylayotgan gap. Yoki shunda qiyofatga kirib olib, sodliq, bilmaganlik qiyofatida kishilarni namoyishning foydasi yo'qdir degan safsataga ishondirmoqchi. So'utmoqchi va butun dunyoda ovozimizni o'chirmoqchi. Jimjitlikqa aylantirmoqchi. Buning bir az farqini ajrataylik.
kim üçün, nima üçün namoyish qilindi? Bu haqda men bir tiyimi sözüldüm. Qaytadan ko'rib bakmama, men halim yo'q, qiladigan gapchiq. Uni takrorlamay. Nima uchun namoyish qilganligimizga men aniq javob berdim. Uning Xitoyga bir ta'sirining bo'lmaydiganligini oldinaga deb qo'ydim. Bunun bilan Xitoy ya qo'rqib ketadigan ish emas, ya mag'lub bo'lib ketadigan ish emas, ya uningga ziyon keladigan ish emas bu. U faqat o'zimizning ro'yi, o'zimizning mavjudligini ifodalash uchun qilinadigan bir ish. Uningdan boshqa nima qilasiz siz chet elda? Mavjudligingizni nim bilan isbot qilasiz, nim bilan ifoda qilasiz? Namoyishdan boshqa. Kelgusi avlodlarga qanday bir amaliy örnek, amaliy tarbiya verirsiz? Namoyishdan boshqa. Uyda o'tirib, vatanparvar bo'lishma bo'lar. Sharq Turkiston bizning vatan emas. Ma'qul ishga berib kelay deb bunda qiysangiz, bu bo'lmaydi u. Uni dedik chiqib. Yüzümüz ülgü olumuz, hareketimizni ko'rsatamiz bunga. O balaga varis olsun desek. Yüzümüz qavaqxanaga o balani masjidga yo'lga saqin olmaydi. Men xato yo'lga menib qolib ketma balam. Men qilgan ishni qilmanglar-juma. Beringlar juma o'qib kelinglar shikkanlar. Deb ularni jumaga yo'lga solib, biz qavaqxanaga mansaq o bala ayverden yenip keladi. Şununga o'xshash inqilobni bola chaqamizga miros qiladigan bo'lsak, oldi o'li o'zimiz inqilobchi bo'lamiz. Qarindoshlar. Haqqi islomni tarbiya beradigan ba'zi qarindoshlarimiz bor. Haqqi islomdan dars berishga urinadi, o'zi taxib 5 vaqt namozni o'qishni bilmaydi. Namoz islomning qo'rg'isi, umurtqisi. Namoz. En tuvan ifodasi bu. Musulmonlikning tashqi jihatdan bilinib turadigan en aqalli ifodasi namoz. Yo'g'on bir shartlar, nati cho'ng amallardan emas. Shunday bo'lishiga qaramay, islomning umurtqisi bu. Yani bu arqali biz musulmon ekanligimizni bildiramiz bu. Haqqi islomdan ta'lim bersan, o'zing o'qimaysan. Oilang qandoq? Xuddi shunga o'xshash bu inqilobdimi? O'zimiz u vatanning ishqida, bu baxtsiz millatning dard alamida yonmay turib, qanday qilib bolalarimizni uningda yonadigan qilib tarbiyalaymiz? Mümkünmü bu? Bunda fantaziyalar işinmanglar. Onun için chet elda qiyg'in bo'ladigan birdan-bir harakat. Kelgusi avlodlarimizga ko'rsatadigan birdan-bir amaliy harakat namoyish. Xitoy mushuni mag'lub bo'lib deb qilmaymiz uni. Bu aniq bo'lsin bu. Mavjudligimizni ifodalash uchun qilamiz. Normalde biz ak direkten mi meyve tileyimiz, kök direkten mi meyve tileyimiz? Anından mı yardım kütümüz, manından mı tamada olumuz? Tarihten beri şunda olup geldik. Eli Sovet İttifakı bizni azat qilib qo'ydi deb tamam qildi. Ziyolilarimiz xalqni o'zi ahmoq bo'lgan bu ahmoqona ideyaga ishontirish urindi. Türkiye azat qilib qo'ydi deb ishontirish urindi. Amerika azat qilib qo'ydi deb ishontirish urindi. Mayli boshqa davlatlarning yordami olsun. Mayli Allah'ning yordami olsun. Bu sınaqsız bo'lmaydi qarindoshlar. Sınaq. Hemmisinin oldida sınaq var.
sınaqdan ötəlisek buludu bu yerden. Ötənmisek bolmaydı. Ben ötkende misal kıldım bir sözümde. Kitapta ben makalaladım, nakıl kıldım onu. Abdullah Azam'ın Dünya Gün Tertibide Cihad degan kitabıda Afganistan cihadı, Soğut Afganistan uruşu devrini tılgırıp biz 1 milyon şehit bergen çığımızda tehiçi Allah'ın yardımı yetip gelmegen idi dep yazdı. Afganistan partizanları dep atılattı vakti mücahitler. Gizitlerdi. Afganistan partizanlarıdan halktan bola 1 milyon Afganistanlık ölgen çağda. Tehi Allah'ın yardımı yetip gelmegen. Bu nime degen gap? Sınak. Sınaqdan tehi ütep bulanmaganlık için o yardım yetip gelmeye oturdu. 1 milyon şehit verip biz kança şehit verdik? Nimege tamada olumuz? Tamada olaşkı salahiyetimiz var mı? Bunun öyle hesaplaşmak lazım aldı bile. Tamada bu kadar salahiyet kazandık mı? Allah'ın yardımı mı? Aşında sınaqdan ötken ütüşünü şart kılıdığın bolsa, devletlerinin yardımı mı? Elbette şart kılıdı. Neymiş ki şart kılmaydı? Kiçik balığı vergen ist köngün degen gap var konulda. Bir devlet o. Kiçik balık okşu bunda hamakat, bunda ahmakana, bunda kiçik balık fikir kılıdığın bir milletke yardım berip koygan bilen o devlet halkırada sekçilik kalıdı. Karşı devletinin hükümeti onun elçisini çakırıp yüzüge tükürüp koydu onu. Skandal yüz verildi. Sekçilik yüz verildi. Diplomatiya sekçilik. Şunlaşka olunu sekçilikki koymaydıgan sapa bunun aldığın şartı çetel yardımının aldığın şartı bu. Hazırlık geçe biz tamada olan devletlerinin hiçbirinin yardım beriş ihtimali yok idi. Soğut İttifakı olsun, Türkiye olsun, Amerika olsun. Fakatla Hindistan'ın yardım beriş ihtimallığı vardı. Hindistan'ın arka çekip bakışlarına teşkilatlardan bok avaz çıkanlık için vazgeçti. Bunu dedim burun. Cırınlamak lazım diye cırın kıysa enden ha. Bulu diken deydi. Lekin bakıldığanlık için tayini yok bir hak kense bu. Sen hakның vatanga ihtiyacın yok ki dedi. Hazırkıça ağzımızda kuruq gap qarindoshlar. Qo'zg'alib ketdik. Vatanparvarligimiz qaynab teshib ketdi. Shuna o'ylayapmizmi? Facebook'ga qarab, WhatsApp'ga qarab. Bir qadam amaliy harakat bo'ldimi turdi. O bir qizdan, ikki qizdan inkas yazish, gap yozam qo'yashlar. Vatanparvarlik faaliyet emas. Anlasam Hindistan ümidini üzüp demiş bizni. Ya bu haqqa vatan lazım emas haq, yoki tahi vatan deganning nimaligini biladigan saviyaga yetiglik emas deb ümidini üzüpti. Bizning teşkilatlarımızning karametlikidan, obdalligidan bo'ladi qayish bu qarindoshlar.
Endi bizim halımızga bakmay, birden bir kanuni vekili, ya yüzü divaganlı bolan da, yüzü divaganlı boladığı iş olsa, Daesh degen, ISIS degen mi, yüzüne İslam halifeliği de ilan kılıqlık. Divaganlı bolgan bolsa, aşır İslam halifeliği. Yüzünüz divası bolgan. Şert var bir yerde nurgan. Atlığında koy ya ki koyma. Dünya Ulemalar Birliği'nin çıkargan nimesi var o bahası. O isimnin nim buluşu mühim emas. Bir İslam halifeliğinde buluş tegişlik şartlarını hazırladı mı, hazırlamadı mı? Hazırlagan bolsa isimni anda koymay, adetdeki başka bir isim koysun mu? İslam halifeliği. Eğer o şartlarını hazırlamagan bolsa, o isimni koyup algan bilen nol emas. Dedi o. Xuddi şununga okşaydı. Birden bir vekillik organi desang demesang, eğer onunla vekillik kıla alsan sen vekillik organisen. Eğer sen onun iradesinin ta'tirisi çıkılıp onun her işininki yönelişini buzup xemiği yandırıp bilip bilmey. Allah bilir kağınını. Ve onun iradesiga karşı iş kılıp bolsa, divasan mı nol. Sen onun vekili emas. Endi yana şu namayış doğrusunda bir formula oturup koyup. İnsanlar da olsun. Bazılar bu namayışını biz teşkillemedik cuma, bizning işimiz emas cuma ama bilip koyanlar bunun haksızlıktay var. Dep eliqinde haqni öykütüp, aşını kıldırmaslıkka, buzgunçılık kılış orunda iş var. Bir namayış degen nime o? Ko'chada bir ovoz chiqarmoq. Kayfiyat yaratmoq. Shuni maqsad qilaman. Onun ichida bizning demay olib turibdi bir yog'a tikka shuruytidigan ana bir narsaning bo'lishi mumkin emas bu namoyishda. Bulam diye. O bizning konkret plan, programma bilan elib berayotgan maxfiy harakatlarimiz bo'lgan bo'lsa, uningda ehtiyot qilamiz. Uningda sapga diqqat qilamiz. Uningda sapaga, sifatga diqqat qilamiz. İnsanlığını çekip tanlaymiz. Ama bir namoyishga Xitoy kelib qatnashsin bo'ladi, Tibetlikka aralashib olsin bo'ladi. Kim kelsa, adam avsa bo'ldi. Bitti. Namoyishning ishi shu. Uning aqsti Xitoy var. Ko'tarilayotgan bayroq kimning? Formula 1. To'g'rilanayotgan shuvar kimning? Formula 2. Sözlanayotgan söz kimning? Formula 3. Eğer bayroq bizning, shuvar bizning, söz bizning olsa, kimning tashkillashi 10. mesele. 10. Aqsti Xitoy bo'lmoq tugul, iblis olsun. Namoyishning faqat ko'rinishdan boshqa hech qanday roli yo'q buning. Ko'rinish o faqat kayfiyat yaratish. Onun tegida maxfiy planlar, dushman aralashib qolsa chatqi chiqadigan, bizni hanga boshlaydigan, hammalarni bir kollektivlan o'limga yo'llaydigan bunday bir xatarlari yo'q. Namoyish degan ashunchalik ish. Uni kim tashkilladi emas. Shuvar kimning? Bayroq kimning? Söz kimning? Eğer bu bizning bo'lsa, Xi Jinping tashkillagan bo'lsa-mu, berib qatnashing buninglar.
Xi Jinping teşkillegen bolsun boludu. Bazı tecrübeler kallasını işletmeydiğin adamlarına hamakat kılıp aqıst falan bu aqısını nima qilsa onun aldı. Namoyishni fakat aldı va bir narsa o. Şu münasebet bilen bu formulani dep koydum. İsonluda bolsun. Kim teşkilledi mesele emas namoyish uchun. Şu var. Bayrak, söz. Aşağıdaki ilan kılındığı bayanat. O bizdenmi? Boldu bitti. Her kandığıga kim teşkillegen bolsa, her kandığıga çıkanlı imkanlan bolsa. Monopolçularının gepleriga işenmem. Ular inqilobni monopol qilmoqchi. Endi növbetde Amerika parlamentinin oldida namoyish bo'lmoqchi ekan. 6-cı ayının tövbeti başlandıgan 2 ay davam kıladigan namoyish. Eğer bir namoyishda ma'lum maqsad bo'ladi, ma'lum unumni nishon qiladi deyilsa, mana mush qatimqi mushu namoyishlar ma'lum nishonni ko'zlab qilinayotgan namoyish. Yani Amerika parlamentini Xitoyning insoniyatsiz ijroatlariga qarshi uni cheklaydigan qonun ma'qullashga majburlash uchun qilinadigan namoyish. 2 ay. Bununla qatnaşmasak, imkanımız batırıp qatnaşmasak, bolupmu Amerika'da yaşayotgan, texmi bolupmu Virginia etrafida yaşayotgan Uyg'urlardan qatnaşmasalar jinoyatchidir. Keyin yo'g'on gapni az qiling. Hocam va yaxinim. Vatanparvarlik haqida az eting. Qiyg'in oladigan, jon ketmaydigan, qon ketmaydigan, eng aqalli, eng oddiy bir ishni qilolmay turib, vatan uchun jon fido deb yo'g'on gapni az qiling. Men mana shunga chaqiraman. Bu vaqtda qarindishim Zabibullah chaqiriq qilgan va namoyishlar haqidami az-to'la to'xtalib ekan, uning so'zlariga qo'shildim. Bu chaqiriqqa ovoz qo'shdim. Asli men buning birinchi kuniga bormoqchi edim va bu so'zlarimning bir munchisini shu maydonda so'zlamoqchi edim. Matalaysizligimizni qaranglar. Men bu holga tushib qoldim. Allah nasip qilsa bu 2 ay davomlashadigan bo'lgandan keyin boshqa bir 2 ay qichi bo'lgan arada berishga nasib bo'lar. Mana ixlosmandligini bildirayotgan, mendan aql so'rayotgan, mana ishonadiganligini bildirayotgan, nima uchun sen bizga o'tirg'i chiqib bizga bosh bo'lmaysan deb talab qilayotgan, ishonch, umid ve barliq güzel tileklarini bildirayotgan barliq qarindoshlarım var. Bunu tavsiya qilaman, bu namoyishga qatnashing. Mendan zo'rg'a aqlga birinchi javobim bu, bunga qatnashing. Bunu bir qilib baqani, u qonunni ma'qullab baqsin, u qonunning qanchalik foydasi bo'ldi, uning keyindan endin biz gapimizni qilamiz. Boshqa gaplarimiz. Bununla yaqin atrofda yashaydiganlar uchun hech narsa ketmaydi. Yiroqdagilar uchun kira qiladigan azroq chiqib ketishi mumkin. Ammo shuningdek jon ketmaydi, mal ketmaydi, qon to'kmaymiz.
Bu kadar asayişni qilmasak bir vatan uchun. Ana yana nima deb biz yo'g'on gapni qilamiz o qarindoshlar o'ylab. Uning uchun mutlaq turda qatnashish tegishli namoyish bu. Onundan keyin yana ba'zi tejamlarning, monopollarning bu namoyishni buzg'unchilik qilish ehtimolligi ko'rilmoqda. Aqsh Xitoy varmış. Ağzımdan o kadar bir set gap chiqqan tas qoldi. Üzümde ahirgi minutda to'xtatib oldim. O nima qilmoqchiymiş vaqtda? Buluni ko'tarish orqali ulini obro'sizlantirmoqchiymiş. Siz ko'tarilgan unda bo'lsa, siz nima uchun qilmadingiz shuni? Yıllardır sahne sizninkiydi, munbar sizninkiydi. Siz nima uchun qilmadingiz? Sizning aqlingizga kelmadimi? Sizga boshqalar taklif qilmadimi shuni? Taklif qilingan. Tibetliklar haqida qonun ma'qullashdan ilgari Tibetliklarning 2 oy sürgen bir namoyishni qilganligini degan. Hali ko'p odamlar bularga degan. Sizlar mana shunday qilsanglar befoydasi bo'lib qoladi. O'zi qilolmagan, o'zi qiyg'isi kelmagan, o'ziga xo'sh yoqmagan yoki kontrollikning ostida bo'lganlik uchun qilishga niyat yo'qdi. Endi boshqalar qilsa, uningga qalpoq kiydirayotgan. Aqsti palonchi varmış. Palonchi olsa nima bo'ldi? Sen anangning aqsiga qarab baq kim borki? Şu anda anangning aqsida Xitoy var. Bunda guyluğa senin maqsading nima demoqchi? So'ramoq lazım. Maqsading nima sening? Anda nima ish qilmading? Necha yildan beri sen nima ish qilmading? deb so'ramoq lazım. Hadislar aqsliqda varmış deb shuni bahona qilib taqab ketmanglar qarindoshlar. O kadar bo'lolmanglar. Nima uchun? Nimaga? Nima sababdan? Aniqlama savollarini qo'yadigan bir metod odat qilinglar. Birinchi anglagan qilib ishonadigan o kadar bo'lolmanglar. Aqsta palonchi. Aqsta palonchi bo'lganlikda o Xitoy bo'lgan bo'larmish. O palonchi Xitoymi? O palonchi deydiki, sening aqlingda Xitoy bor. O rasman unda bo'lganda. Bu qaralamalar, buning hammasi Xitoy aramizda o'ynayotgan o'yin. Bu o'yinlarga usul o'ynamaylik qarindoshlar. Usul o'ynamaylik. Kichkina aqlimizni joriy qilaylik. Ikkinchi yana bir masala, dunyoning har qaysi joylaridan meni yo'qlashga kelmoqchi bo'lgan qarindoshlarimizga rahmat. Meni yo'qlash quruq bir odamgarchilikdan boshqa narsa emas, qarindoshlar. Şu seferinde Amerika'ya buranglar, vataningni yo'qlanglar. Ishga qatnashinglar agar shu imkoniyating bor bo'lsa. Men mana o'lmadim, chiqdim. İnşallah kundan kunga yaxshilayman. Meni yo'qlashning bizga foydasi yo'q. Sizlar doktor emas. Menga hech qanday yordam qilolmaysizlar. Onundan ko'ra şu seferni, şu atagan vaqtinglarni moddiy va ma'naviy, jismoniy quvvatinglarni shu Amerika safariga atanglar, shu namoyish qilinglar. Ya mana karotimning beshikcha kelib yo'qlab, gullarni ko'tarib kelib, avval so'radi deb tushunay.
Mana sizning yaxshi ko'nglingiz yetarlik. Üzerinin kilişinle emas, aşı yaxşı ko'nglingiz yetarlik. Şuңlashqa bu qarindoshlarni ashaga chaqirma. Ashuni qatnashing. Yana boshqa gap so'zlarimizni davomli qilishamiz. Men injiqlab sizni zeriktirib qo'ygan bo'lsam kechiringlar. Allah hammanglardan rozi bo'lsin. Ko'zinglarni ochinglar qarindoshlar. Eğer tırımlagan dapqa usul oynamanglar. Aqlinglarni joriy qilinglar. Savol so'rash metodini o'zlashtirib olinglar. Savol so'rash. Nima uchun? Biz monopollik haqida to'xtaldik-ku. Har qanday monopollikning aqisi birinin bo'ladi. Agar aqis palanning aqisi birinin bor. Uning aqisi birinin bordan burun monopol qilg'ichlarning cho'qim aqisi birinin bor. Desek, bu texmi aqlga uygun bo'ladi. Nima uchun? Chunki u birisiga va'da bergan bo'ladi. Monopolchi. Ya zadim manilli topshirsangiz bo'ldi. Boshqasini midir-sidir qildirmayman deb birisiga va'da qilgan bo'ladi. Shu va'dani qilib qo'yganlik uchun endin boshqalar oyoqda o'z beshiga midirlasa, uningga chidab turolmaydi u. Chunki men xo'jayinning oldida rasvo bo'ladi-da. Sana biz bilmem bakadim berdik milkini. Qana kâr kelmedin bu deb qolmaslik uchun monopolchilar turib tipirlaydi. Keynini birinin bor deb keynini izlaydigan bo'lsang, monopolchilarning keynini izlasang bo'ladi. İnqilobni monopol qilish anangning haddimi u? Nima haqqing bor uningga? Vatan seningmi? Hamma odam xohlagan shaklda qiladi. Harakat qiladi. Seni to'sashga haqqing yo'q. Tuhmat chaplashga, qaralashga, xalqni sovutishga haqqing yo'q va buni qiladigan bo'lsang, sen o'zingning kim bo'lib qoladiganligingni o'yla. Agar bundan keyin ashunday amaliy harakatlaringdan misollar qulig'imga yetib qolsa, deydiganlarim aytib bu ablahlar deydiganim. Qarindoshlarimga rahmat. Hammanglarning yaxshi tilaklarining soyasida mana shunchalik didorlashdik. Davomli didorlashishga Alloh nasib qilsin. Xayr, assalomu alaykum.